Mana shu holat asosan professional bo'lmagan tikuvchilarimizda kuzatiladi. Nafaqat to'g'ri chok, balki Avilog, Rashma barcha tikuv mashinkalarida kuzatilishi mumkin. Ushbu holat asosan ipni noto'g'ri o'tganidan yoki bo'lmasa ipni bo'sh kelishidan bo'ladi. Ya'ni qanday? Materialni usti tomoni tekis chiroyli tikkan-u, lekin mana bu tegi tarafi mana shuni chaynab bo'sh tikkan. Buni sababi tepadagi burunchasidan bo'ladi. Mana bu ikkita talkasining orasidan ip o'tmaganidan yoki bo'lmasam ip o'tgan bo'lsa ham mana shu ikkita talkasining orasiga musor yig'ilib qoladi-da, ip bo'sh kelib qoladi. Ip to'g'ri o'tgani bilan bo'shroq boradi-da, chaynab tikadi. O'shani bo'sh bormasligi uchun mana bu burunini o'ng tomonga burab xotiramizda ip kelishini qattiqroq qilamiz. Tegi yaxshi tikilib, lekin usti bo'sh bo'lib petlab tikadigan bo'lsa, bu burnidan emas, mokidan bo'ladi. O'zimiz qo'lda ushlab tortganimizda ip bo'sh kelishi kerak. Ushbu xatolarni to'g'rilasangiz, mashinkangiz sizga sifatli chok tikishda davom etadi.